So'nggi vaqtlarda Toshkent shahri havosi ifloslanishi dolzarb masalaga aylandi. Bu holat bir qator tabiiy va antropogen omillar bilan bog'liq. Ta'kidlash joizki, O'zbekiston yer sharining cho'l va yarim cho'l xususiyatlariga ega. Chang bo'ronlari tez-tez kuzatiladigan mintaqasida joylashgan. Qolaversa, Toshkent tog'lar bilan o'ralgan hamda bu shamol oqimiga to'sqinlik qiladi. Natijada havodagi zararli moddalar harakatlanmasdan bir joyda turib qoladi va atmosfera havosi ifloslanishiga sabab bo'ladi. Atmosfera havosi sifat monitoringida bir qancha dispers zarrachalar miqdorlari monitoring qilib boriladi. Bular orasida eng ko'p miqdordagi zarracha PM205 zarrachasidir. Toshkent shahri havosi ifloslanishi asosan kuz-qish mavsumiga to'g'ri kelmoqda. Buning asosiy sababi issiqlik ta'minotida mazut, ko'mir va boshqa zararli vositalardan foydalanish, issiqxonalar va sanoat korxonalarida filtrdan foydalanmaslik va boshqa me'yoriy talablarga amal qilmaslikdir. Bundan tashqari, transport vositalari butun yil davomida havoning ifloslanishiga sabab bo'ladigan doimiy manba hisoblanadi. Qolgan manbalar mavsumga qarab o'zgaradi. Oktyabr-fevral oylarida isitish vositalari, mart oyidan sentyabr oyigacha tabiiy chang ifloslanishning asosiy manbasiga aylanadi. Ba'zi kunlar Toshkent havosi ifloslanganligi darajasi bo'yicha Chernobildan kam emas desam ishonasizmi? Darvoqe, bilmaganlar uchun Chernobil bu 1986-yil aprelda atom elektr stansiyasidagi falokat tufayli minglab odam o'lgan, odam yashashi uchun butunlay yaroqsiz bo'lib qolgan Ukrainadagi shahar. 2024-yil 27-oktyabr kuni IQ Air stansiyasiga ulangan Toshkent shahridagi 30 ta stansiya havo sifati yomonlashganini ko'rsatdi. Havo sifati 8 ta stansiyada qizil, xavfli, 22 tasida esa binafsharang, o'ta xavfli darajaga chiqqan. Shahar havosida PM205 o'rtacha 219 mikrogramm kub metrni tashkil qilgan. Bu Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti belgilagan me'yordan 29 marta ko'p. Bu ko'rsatkich bilan poytaxt havo iflosligi bo'yicha dunyoda birinchi o'ringa chiqqan. Mazkur vaziyat sabablari bo'yicha Ekologiya atrof muhitni muhofaza qilish vazirligi, O'zgidromet xizmati va Toshkent shahar hokimligi rasmiy sahifalarida tushuntirish va ogohlantirish bermadi. Xo'sh, bu raqamlar kimga kerak? Shunga nima bo'libdi deyishga aslo shoshilmang. Agar PM205 zarrachalari inson organizmiga qanday ta'sir qilishini bilganingizda edi, hozir siz allaqachon Toshkentni tark etishga shaylanayotgan yokida Kanada chegarasiga yetib olgan bo'lardingiz. Bu hazil emas. Havo tarkibida PM205 zarrachalarining ruxsat etilgan me'yordan oshib ketishi saraton xavfini 22% ga oshiradi. Ovqat hazm qilish tizimi saratonidan o'lim darajasi 42% ga, ko'krak bezi saratonidan 80% ga, o'pka saratonidan esa 36% ga ortadi. Bularning barchasi allaqachon olimlarning tadqiqotlarida o'z isbotini topib ulgurgan. Faollar ta'kidlayotganidek, Toshkent yil davomida ba'zi kunlar xuddi Chernobildek ket ko'rinmayotgan tirbandliklar u oxiri ko'rinmayotgan pala-partish qurilishlar ortidan yashil o'pkalarsiz qolayotgan poytaxt. Nega harakat qilmayapmiz? Nega hammasi qog'ozda qolib ketyapti? Kelajak avlodga jilla qursa toza havoni meros qoldira olamizmi? Savollar haddan ortiq ko'p. Bizga esa javoblar kerak. Ma'lumot uchun, Toshkent shahrida havo sifati yomonlashuvi 2024-yil noyabr oyida ham kuzatilgandi. Unda shahardagi eng yomon holat Yunusobodda o'rnatilgan Safiya pishiriqlar uyi stansiyasida qayd etilgandi. Bunga Yunusobod tumani va unga qo'shni hududlarda filtrsiz ishlayotgan issiqxonalar asosiy sabab qilib ko'rsatilgandi.
Umuman shaharda kuz-qish oylarida havo sifati yomonlashuviga bosh rejaning yo'qligi, avtomashinalarning ko'paygani va yana boshqa faktorlar sabab bo'lyapti. Lekin muammoning aynan kuz-qish oylarida rekord darajada tez-tez takrorlanishining bosh sababi Toshkent shahri va uning atrofidagi issiqxona hamda sanoat zonalaridan chiqayotgan zahar. Obyektlar gaz o'rniga ko'mir va mazut yoqishga majbur. Bu esa zaharni ko'paytiryapti. Vaziyatni esa shu obyektlarda zaharni tutib qolish uchun filtr o'rnatilmagani og'irlashtiryapti.